Voy dugunajonlar, shoshmanglar. Chakchakim buralib chiqmadi deb o'zinglarni osvorasizlarmi? Men sizlarni asab tolalaringlarni asragan holatda kusir mazasi asaldan shirin popkorn chakchakini o'rgataman. O'sha tuxumga tuz, razrixitelini solib ko'pirtiramiz. Un solib, videoda ko'rsatilgandek yumshoqroq xamir qoramiz. Xamirni o'rab 20 minutga tindirib qo'yamiz. Xamirni qalinroq yoyib, yarim sentimetrli jgutikli kesib olamiz. Dumaloqroq forma bo'lishi uchun qo'linglar bilan jgutiklarga shunaqa ishlov berasizlar. Tayyor bo'lgan jgutiklarni kichkinaroq shaklda xuddi mamparga o'xshab kesib chiqiladi. Kesilgan xamirlarning ustiga un sepib, qo'linglar bilan ozgina dumaloq qilib ishlov berib yuborasizlar. Ortiqcha unlarni shunaqa qilib olib tashlaymiz. Past olovda qizigan yog'ga ozginadan chakchaklarni solib qovurib olamiz. Tayyor chakchaklar qo'lda ezilsa shunaqangi uvalanib ketadigan darajada bo'lishi kerak. Qiyom uchun shakar, suv, bir bo'lak limonni solib qaynatishga qo'yamiz. Qiyom muzli suvga solinganda shunaqa cho'zilib chiqsa tayyor bo'ladi. Tayyor qiyom ustiga asal solib yana 5 minut qaynatamiz. Endi xamir bilan qiyomni o'rtoq qilib, chakchak holatiga keltiramiz. Oxirida qo'limizni nomiga qo'llab, chakchakni zichlab yopishtiramiz. 5-6 soatli asabiylarni umringlarni burama chakchakka ketkazgandan ko'ra, shu qarsildoq popkorn chakchakini 1 soatda pishirib, mazza qilib issiq choy bilan tanovvul qiling.